Cobalt turbinasiz ham 200 dan o'ta oladi. Quruq karter tizimi haqida eshitganmisiz? Minib yurgan Cobaltimizda moy tizimi Ventsamp, ya'ni hamma moy karterda to'planib turadigan tizimga shunaqa deyiladi. Yuqori tezlikda, masalan 170 ga chiqqaningizda kolenval karterdagi moyni urib, xuddi blenderdagi kabi ko'pirib, moyli to'fon hosil qiladi. Tirsakli val aynan shu quyuq moy va normal atmosfera bosimini yorib o'tishga qiynaladi va aylanishlar soni cheklanadi. Agar biz Cobaltga poyga mashinalardagi kabi Drysam tizimini o'rnatsak, birinchidan karterdagi barcha moy tashqi bakka so'rib olinadi va karter ichida vakuum hosil bo'ladi. Havosiz muhitda porshenlarning pastga harakati osonlashadi va havo qarshiligini to'liq yengadi. Tirsakli val endi moyli botqoqda emas, balki bo'shliqda erkin aylanadi. Bu bizga qo'shimcha 10% gacha sof quvvatni beradi. Ikkinchidan, Cobaltni 200 tezlikda haydaganingizda yoki keskin burilishlarda karterdagi moy bir chetga surilib, moy nasosi havo so'rib olishi mumkin. Drysampda esa moy bakda bo'lgani uchun qanday kuchlanish yoki tormozlanish bo'lmasin, dvigatelga tinimsiz moy yetkazib beradi. Eng qizig'i, bu tizim orqali karter hajmini kichraytirib, dvigatelni pastroq o'rnatish va mashinaning og'irlik markazini tushirish mumkin. Natijada sizning Cobaltingiz nafaqat yuqori tezlikka osonroq chiqadi, balki yo'lga yopishib yuradigan bo'ladi. Ferrari'lar aynan shu texnologiya evaziga vakuum hosil qilib maksimal quvvatga erishadi. Moy karterida bosim qayerdan keladi desangiz, silindrda aralashma portlab, undan chiqqan gazlarning bir qismi halqalar orqali karterga o'tib ketadi. Karterdagi bosim esa atmosfera bosimidan ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Bizga esa bu kerak emas.